Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillah. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Sodiq va masduq Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga shunday so'zlab berdilar. Har biringizning xilqati onasining qornida 40 kun jam qilinadi. Keyin yana shuncha vaqt alaqa bo'ladi. Keyin yana shuncha vaqt muzg'a bo'ladi. Keyin Alloh bir farishtani yuboradi. Unga banda uchun 4 narsani yozib qo'yish buyuriladi. Rizqi, ajali va baxtsiz yoki baxtliligi. Sahihul Buxoriy 6594-hadis. Sodiqul masduq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sifatlaridir. Sodiq faqat rost so'zlovchi, haqni aytuvchi. Masduq so'zining rostligi tasdiqlangan. Alaqa laxtaqon yoki zuluk. Muzg'a tishlangan bir parcha go'sht. Abu Dardo roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Alloh taolo har bandaning 5 narsasini, ajali, rizqi, amallari, baxtsiz yoki baxtli ekanini azalda yozib qo'ygan. Bu iymonning asosiy qoidasidir. Bandaning Alloh azalda yozib qo'ygan rizqi boshqaga ketmay, shu bandaga albatta yetib keladi. 5-qoida. Rizqlarning taqsimoti Allohning hikmati bilan bo'ladi. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Alloh bandalarga rizqni keng qilib qo'ysa, ular yer yuzida haddan oshib keturlar. U zot o'zi xohlaganiga uni o'lchov bilan tushiradi. U bandalaridan xabardor, ko'rguvchi zotdir. Shuro surasi 27-oyat. Alloh ularni isloh qiladigan miqdordagi rizqni beradi. Kimgadir faqat faqirlik to'g'ri kelsa, boshqasiga boylik munosibdir. Alloh bandalarga beadad ne'matlar bergan. So'ng ularning rizqlarini o'zining buyuk hikmati bilan turlicha qilib qo'ygan. Agar bandalarning rizq va imkoniyatlari bir xil qilib qo'yilsa, hayotning tartibi buzilar edi. Alloh taolo shunga ishora qilib marhamat qiladi. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Yoki ular Robbingning rahmatini taqsimlaydilarmi? Biz dunyo hayotida ularning hayotini taqsimlaganmiz. Ba'zilarini xizmatkor qilib olishlari uchun ayrimlarining darajalarini ayrimlaridan ustun qilib qo'yganmiz. Robbingning rahmati ular jamlaydigan narsadan yaxshidir. Zuhruf surasi 32-oyat. Alloh taolo shuning uchun insonlarni bir-biriga muhtoj qilib qo'ygan. 6-qoida. Kimning g'ami oxirat bo'lsa, dunyoning o'zi uning huzuriga keladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Kimning g'ami oxirat bo'lsa, Alloh uning qalbiga qanoat solib qo'yadi. Uni xotirjam qilib qo'yadi. Dunyoning o'zi unga xor bo'lib kelaveradi. Kimning g'ami dunyo bo'lsa, Alloh uning dardini faqirlik qilib qo'yadi, parishon qilib qo'yadi. Dunyodan esa unga faqat taqdir qilinganigina keladi. Sunan Termiziy 2465-hadis. Kimning niyat maqsadi, g'am va tashvishi oxirat bo'lsa, qalbi faqat shunga bog'liq tursa,
Alloh uning mushkullarini oson, ishlarini ravon qilib, xotirini jam, qalbini sokin qilib qo'yadi. Mol dunyo esa uning oyog'iga bosh egib o'zi keladi. Bunday insonning mol dunyo talabida yugurib yelishiga, charchashiga hojat bo'lmaydi. Ammo kimning g'am va tashvishi dunyo bo'lsa va faqat unga erishish uchun mehnat qilsa, Alloh uni kambag'al qilib qo'yadi. Ya'ni bandalarga muhtoj, hech qachon qanoat qilmaydigan, ishlari tartibsiz, doim xayoli tarqoq, fikri bo'lingan, nafsi istirobda tez asabiylashadigan bo'lib qoladi. Ammo harchand harakat qilmasin, Alloh taqdir qilgan rizqdan boshqasiga erishmaydi. 7-qoida. Sadaqa tufayli mol dunyo kamaymaydi, balki ziyoda bo'lib, unga baraka kiradi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Sadaqa hech bir molni ozaytirgan emas. Alloh birovni afv qilgan bandaning azizligini ziyoda qilmay qo'ymaydi. Alloh o'zi uchun tavozi qilgan kishini yuksaltirmay qo'ymaydi. Sahih Muslim 2588-hadis. Inson biror mol mulkidan sadaqa qilsa, bu tufayli o'sha moli kamayib qolmaydi. Aksincha, Alloh unga baraka berib, o'rnini to'ldiradi. Oxiratda buning ajr savobini ham beradi. Alloh birovni afv qilgan bandaning azizligini ziyoda qilmay qo'ymaydi. Ya'ni kimki o'ch olishga qodir bo'la turib, birovni kechirsa, Alloh unga izzat va ulug'lik beradi. Alloh o'zi uchun tavozi qilgan kishini yuksaltirmay qo'ymaydi. Ya'ni bunday insonning martabasi dunyo va oxiratda ulug' bo'ladi. 8-qoida. Talab qiluvchi va talab qilingan rizq. Rizq ikki xil bo'ladi. Birinchisi talab qiluvchi rizq deyiladi. Bunga meros misol bo'ladi. Chunki merosxo'r uni mehnatsiz, sarf xarajatsiz, hatto ixtiyorsiz qo'lga kiritadi. Ikkinchisi talab qilingan rizqdir. Bunga mehnat, sa'y-harakat bilan qo'lga kiritiladigan barcha rizq turlari kiradi. Masalan, dehqon, tijoratchi yoki ishchilar sa'y-harakatlari evaziga oladigan hosil va foydalar, ish haqi, maosh kabi bandaning talabi bilan keladigan rizqlar talab qilingan rizqdir. Bu rizq faqat sa'y-harakat orqali qo'lga kiritiladi. Ammo rizqning ushbu ikkala xili ham taqdirda taqsimlab qo'yilgan. Ba'zi ahli ilmlar shunday deganlar: rizq hosil bo'lishining sabablari ham taqdirga yozilgan. Bir bandaning taqdirida kasbi orqali falon rizqqa erishadi deb yozilgan bo'lsa, u o'sha kasbning harakatini qiladi. Keyin o'sha yozib qo'yilgan rizqiga erishadi, ya'ni uning o'sha qilgan sa'y-harakati ham, shu tufayli rizqi kelishi ham taqdirda yozib qo'yilgan. Xuddi shuningdek, taqdirda sa'y-harakatsiz hosil bo'lishi yozib qo'yilgan rizq ham sa'y-harakatsiz keladi. Masalan, bir kishi vafot qilib, uning mol-mulki merosxo'rining mulkiga aylanadi. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.